Hi everyone, welcome to Rai English Alphabet. In today's program, we will learn another, new sounds. Okay, sağlaşmışlar. Bizimki şu Rai İngiliz dili dersimiz kayganlarını karşılayımız. Hem de bugün devamlı kıldı. O'xshashlanma şu oldimizdagi ingliz tilidagi tovushlarni o'rganib chiqmoqchi. Endi bu oldimizda qat'iy ma'lum sabablar tufaylidan bizningki tarmoq maktabining ochilishi degandek ba'zi ishlar tufaylidan hamda bizning darsga misol kechib ketdi. Hamda bundan keyin davomli uzluksiz shu video darsimizni yo'llab turamiz. Undaqda darsimizga kelsak. Okay, endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan tovushimiz a. Okay, and the birinchi tovushni marsana a. All right. A. Okay. Endi bak endi ishqital osmichik nimani bildirdi desanglar so'zlash belgisi. Demak, endi mush kelsa biz qanday o'qiymiz desanglar shuni so'zlab o'qiymiz. A. Masalan, mana so'zlarga qarab qo'yinglar. Birinchi so'z nima ekan? Masalan, as, shunaqa. A. Okay. Endi Angliya talaffuzda o'tirga orni talaffuz qilmaydi. Amerika talaffuzi qanday qilamiz desanglar, aniq talaffuz qilamiz. Masalan, scarf. Scarf desak bo'lmaydi. Scarf. Okay. A sal qanday qildi desanglar so'zildi. Endi so'zlarni a emas saranaga. Bek so'zib bersak bo'lmaydi albatta. Normal nima? A shunaqa. Okay, scarf. Alright, king so'zi desanglar scarf degan sharpa degan gap, sharpa. Endi king nima desanglar father. Okay, father. Agar endi mana th kelgan mashq kelib kelsa, buni nima deb talaffuz qilinsa, the. Mana tilimizni tishlab, ko'ringlar, tilingni tishlab, undan havo sirtqi chiqishi bilan qanday qilsa, desanglar tilni eshitadi. The father. Alright, father. Okay. Ara father deganimizda masalan dadasi degan gap. Demak, scarf. Father. All right. Endi bu shu a talaffuz qilingan bu shu harflardan masalan ar harfi kelgan so'zlar ko'pincha qanday insonlar bu shu a talaffuz qilindi. Masalan, qarab baqirgan bo'lsak car. Okay. Star, arm, march, garden, dark. All right, yeah. Demak, endi mushu harflar bilan kelgan, ar bilan kelganda qanday qilmaysiz san mana deymiz. O'qib qo'yinglar qani. O'zing o'qib qo'yinglar. Masalan, nima? Sar emas, juma, katta talaffuz qildik qanda siyar ko'pincha. Car, star, arm, march, garden, dark. Okay, degandek. Endi yana EAR mushuni nima desanglar a deb talaffuz qilamiz. For example, heart. Yeah, heart. Okay. Demak, endi nima desanglar heart. Yurak. Yurak. Okay. And bak king tovush nima desanglar, avval a so'z aytadigan bo'l lekin ma'no nima desang qisqa. Nayt qisqa. Endi a desak bo'lmaydi. Mesela qarab baqsak birinchi so'z nima ekan? Cup. Asli ko'pincha deb talaffuz qilinadi bola. Shuni cup. Yaxshi. Cup. Xo'sh. Endi ikkinchisi, amma so'zning jiqmalindan ko'pincha bola xato o'qiydi. Bu nima sababdan desanglar, masalan, father, mother demay, father, mother deb qiladi. Qopiya o'ynab qana qildi. Desanglar xato mother deb so'zib oladi. Endi so'zmaymiz. Bu nima desanglar mother. Okay, mother. Okay, mana birinchi harf shunaqa, ikkinchi harf uchinchi harf nima desanglar the. Abay dedi-ku, tilimizni tishlab mana the mother. Okay, mother. Dada degani father, lekin apa degani mother. Tiz talaffuz qilamiz, mother. Okay, mother. Xo'sh, endi mau talaffuz qilingan harflar xili ko'p. Masalan, birinchisi o harfi, ko'pinchisi deb talaffuz qilinadi. For example, birinchi so'z qaranglar nima? Sun.
Sun. Come. Okay, endi ko'pincha keyinda i kelsa, ko'pincha talaffuz qilmaymiz, ha. Shu come desak bo'lmaydi. Come. Uchinchisi color. Okay. Love. Lovey demaymiz bu hamda. Oxirgi i ni talaffuz qilmaymiz. Love. Yaxshi. Keyingisi money. Nima? Money. Okay, money deganimiz nima? Pul. Keyingisi nima dersam, masalan, you harfini nima dersam ko'pincha oqda talaffuz. Masalan, sun, nut, jump, gum, bus, brush. Okay, o'qib beringlar. Nima? Nut, jump, gum, bus, brush. Yani supper, us. Okay. Onun istir yana OU. Demek O harfi, U harfi yoki bu ikkisi biraqlam kelib qolishmi? O'xshashlam demaydi sanlar. Shu deb talaffuz qilamiz. Masalan, touch. Okay. Cousin. Country. Degandek, cousin. Country. Country. Demek mushunga o'xshash mush narsani xotir qoldirib olamizda hamda. Shu xotir qancha ko'p xotir qoldirsangiz, sening as saqlash iqtidoring shuncha yaxshi bo'ladi. Xotir qoldirib o'qishdan keyin menimcha o'rganishni boshqalarning masalan 70-80% cho'g'im yaxshi bo'ldi. Okay, endi men ikkinchi tovush nima? Yo'q, uchinchi tovush ekan bugungi. Uchinchi tovush nima desam, o endi bari o desak og'zimiz jumla holatga keldi. O masalan a bilan o'rni o'tirsak o endi keyin ikki qo'sh chekit bor ekan, osma chekit. Demak endi bu belgi so'zlash belgisi. Shunday bo'lganda nima? O. Okay. O sal so'zlaymiz, ha. For example, ball. To'p degan gap. Call. Telefon qilmoq. Demak endi bu tovush nima ekan? O. Okay. O. Endi mushu tovush talaffuz qilinadigan harflarning masalan A harfi. A harfi A deb talaffuz qilindi bo'lgan shunami? Endi ba'zi hollar O deb talaffuz qilindi. For example, water. Okay, water. Okay, birinchi so'z water, suv degan so'zni ko'rdingizmi? Endi ikkinchisi ko'rsangiz O o'xshashlam A bilan W kesma O deb talaffuz qilindi. For example, draw. Strawberry. Strawberry. Okay, and the strawberry deganimiz hamda ma'ni. Deb qo'yib ketay. Bo'ljurgan shunami? Strawberry. Keyingi A mi qanday qilindi desanglar shu O og'zimiz jumla qildi. O qarab yaqinlar jumla qo'ldimi bunimi? O degandek. Masalan ball, wall. Okay, wall deganimiz nima? Tom degan gap bo'ldi-ku. Ball, wall. Okay. Ona kera or mushkar nima dersanglar? O deb talaffuz qilindi. Masalan horse, corn, fork, or, short degandek. Demak endi bu shu ARP, AW olamdı, yoki AL olamdı, yoki OR olamdı, onun degan OOR lami nima? O deb talaffuz qilindi. Masalan OOR kelsak floor, door degandek. Shunga mushlarni hamda yaxshi as saqlaymizda hamda. Bo'pti, birinchi qatam esingizni qolmasa hech qisi yo'q. Ko'p takrorlab turing. Bo'lsa videoni ko'rib turing. Do'rang. Masalan men hozir shuni da'vataman bu. Do'rang. Do'rgan qancha yaxshi do'rayolgan o'quvchi shunda yaxshi o'rganadi. Shunga yangi o'rganganda hamda bek oldirab ketmang o'rganishga, puxta o'rganing, ko'p takrorlang. Shuna qilsangiz, nihoyatda tez ilgari olasiz. Qada?